Mutaxassis tanlashda imkon qadar adashmanglar. Men u mutaxassisga borib adashdim. Bundan 2 oy oldin yiqilib jag'imni sindirib oldim. Operatsiya qildirdim. Qilolmadi, shinalar bilan qilishdi. Bundan 1 oy o'tib yana bir marta operatsiya qilishdi. Hali shina yechilmadi. Mana 60 kun bo'ldi. 60 kundan beri shinadaman. Ovqat yeyish yo'q. Faqat suyuq bilan yuribman. 16-18 kilo bez tashladim. Akmal aka, ushbu bemor haqida fikringiz qanaqa? Bemordagi holatni o'rganib chiqdim. Afsuski, bu bemorda davolash ishlari juda ham sifatsiz amalga oshirilgan. Bemor aytishi bo'yicha 60 kun davomida og'zi yopiq holatda shinalar bilan yurgan. Shu vaqt davomida 2 marta pasajal suyagida operatsiya amalga oshirilgan. 3 ta tishni olib tashlashgan. Shu vaqt davomida bemor 16-18 kilo ves yo'qotgan. Eng achinarlisi, hozirgi holatda bemorda shu pasajal suyagida operatsiya o'tkazilgan sohada osteomiyelit, ya'ni pasajal suyagining yallig'lanishi shakllangan. Bu degani bemorda hali davolash ishlari yana kamida 1,5-2 oy davom etishi kerak. Pasajal suyagi osteomieliti shunaqa uzoq vaqt davomida davolanadi. Umuman olganda bu bemorda 10 kun ichida pasajal suyagini jarohat olishdan avvalgidek qilib sifatli davolash mumkin edi. Afsuski, hozirgi kunda shunaqa sifatsiz davodan keyingi shunday shikoyatlar bilan murojaat qilayotgan bemorlar soni hozirda anchagina ko'p. Plastinkalar bilan pasajal suyagini osteosintez qilishning ham o'zining ilmi bor. Bu plastinkalar suyakning to'g'ri kelgan joyiga qo'yib ketaverilmaydi. Shunday bu ilmini o'rganmasdan turib operatsiya qilish oqibatida bemorlar shuncha uzoq vaqt davomida qiynalib yurishga majbur bo'lishyapti. Mutaxassis tanlashda imkon qadar adashmanglar. Mutaxassisning yaxshisini izlab topinglar.